Ota-ona rozi bo'lmasa, mullami, qorimi, eshonmi, ta'sirmi, hojimi jannatga kirmaydi. Kirmaydi jannatga ota-onani rozi qilmagan, umuman kirmaydi jannatga. Bugun ota-onani yig'latayotgan kim? Shu jipirroq bolalarda, do'qqilayotgan, baqirayotgan, eshikni taraqlatib yopib ketayotgan, xollasam deyotgan. Ko'rasan shunaqa, agar tavbini qilib, ota-onangni xursand qilmasang, o'g'lingdan shunaqa qaytadi, jog'ingni yoradi shunaqa. Qaytadi, bu qaytar dunyo bu. Qandoq o'g'il bo'lsa, shundoq o'g'ilni beradi Xudo. Qandoq kuyov bo'lsa, shunday kuyovni beradi. Qandoq kelin bo'lsa, shunday kelinni berib qo'yadi. Bugun qaynasini mensimagan kelinlar ko'radi, hali o'g'lini uylasin. Mazalarni qochiradigan kelinni Xudo berib qo'yadi. Nima kirdi yumading deydi. O'qat qil tez-tez deydi. Sansirab aytadi. Nimaga? Qaytadi, 10 barobar qaytadi.